PM haqida ozgincha ma'lumot bera olasizmi? Nima degani o'zi? PM degani premium degani tarjimasi. Premium znakda P harfida hozir bu emblemani ham videoga qo'yib qo'yamiz. Bir degani, то есть kompaniya nomer 1, butun dunyoda nomer 1 bir degani hisoblanadi. Premium kompaniya asli nemetskiy kompaniya hisoblanadi. Uni asosiy ofisi Berlinda va uni ofislari butun dunyoda bor. Turkiyada bor, Istanbulda, Malayziyada bor, Singapurda bor, Amerikada bor. Mana shu bu yil 7-mart kuni Qozog'istonda ochiladi. Kompaniya nima qiladi? Buni eng asosiy markasi, prinsiplari sog'liq salomatlikni butun dunyoga tarqatish, kasalliklarni sonini olish, kasallik bo'lgan insonlarga tezroq tuzalish uchun o'zini kuch-quvvatini hujayralariga yordam berish oqibatida tuzalishiga yordam berish va bu orqali nomer 1 degani, 1 degani shu orqali odamlar nafaqat salomatligini, biznes holatini ham nomer 1 qilib ko'tarishga. Chunki boy insonlar savobli ishlarni qilishga bemalol qila oladi. Bu kompaniya boy va sog'lom bo'lish uchun qilingan. Bizga O'zbekistonga yangi qadamlar kirgizib kelyapti va o'ylaymiz, bizga qo'shilmoqchi bo'lganlar uchun bemalol qo'shilinglar, telefon qilinglar. Albatta telefonlarga qarab murojaat qilinglar, biz o'rgatamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.